Qizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Kunlaring xayrli bo'lsin. Mana bizga ayolimiz hozir murojaat qildilar. Uy sharoitida kapelnitsa olish, ya'ni железо preparatni uy sharoitida olish, kapelnitsani olish, ya'ni osmokol deymiz-ku. Mumkin emas, chunki uy sharoitida железо preparatni olishni umuman maslahat bermayman. Chunki ne только железо, boshqa ukol dorilarni ham uy sharoitida olish mumkin emas. Xoh homilador bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, chunki mini operatsiya, ya'ni tomiringizni teshib, ichiga suyuqlik, ya'ni boshqa narsa yuborish. Xohlagan vaqt reaksiya berib qolishi mumkin. Hech kim strafovkalanmagan, hech kim sizga uy sharoitida yordam bera olmay qolishi mumkin. O'sha uchun o'zingizni xavfsizligingizni ta'minlash uchun har qadamda частный klinikalarga murojaat qilamiz. И plus yoki poliklinika